Assalomu alaykum. Men yuqoridagi tuyg'unning o'zini nomzodlik ko'rsatishi inanarsiz qarindoshlar. Chunki bu tuyg'unning sharti birinchidan to'shmaydi. Saylam gruppasi asli 4 yilning oldida qurilgan saylam gruppasi, ya'ni mushu tuyg'un va tuyg'un atrofidagi hay'atlar chaqir qilgandan keyin Londondagi Anvar va olim qarindoshlarning tashkillagan saylam gruppasi kuchga ega. Chunki birinchi qitimliq jamiyatning saylanma shular, ikkinchi qitim shular tashkillagan. Agar kuchga ega qilsak, shu saylam gruppasini kuchga ega qilsak bo'ladi. Ham shundaqla tuyg'unninki vazifa olib turib, bu o'zini nomzodlik ko'rsatishi tamamen uyg'un emas. Shaxsan Vankuverda bizlar qo'llamaymiz buni. Balkim Vankuverdagi bir turkum Dünya Uyg'ur qurultiyiga volunteer bo'lib ishlayotganlar balkim qo'llashi mumkin. Ammo undan boshqalar buni qo'llamaydi. Shunga bu da'vo bundan burun avtonomiyachilik da'vosi bo'lsa, bundan keyin mustaqilchilik da'vosi bo'lishi kerak. Mustaqillik da'vosini qilmasak, vatanlik xalq qirib tugan, ular tugandan keyin az kundan keyin Xitoyning qo'li muajiratga chet elga Uyg'urlarga yetadi. Uçak to'lim kechikkan bo'lamiz. Shunga men qarindoshlarning o'zining maydonni ifodalab, o'zimizningki haqiqiy bir o'zini nomzod saylagan ko'rsatgan odamimizni saylab chiqishimiz kerak.